Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan awazining kündilik xəvərlərini görüşünüzü qarşı alamiz. Tövəndə diqqətinizə xəvərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Qatardagi Al-Jazira televiziyasi 4 dekabr kuni Xitoyning Sharqiy Turkistonda cho'ng ko'lamli choşqa fermerlarini qurib, Uyg'ur musulmonlarini choşqa beqishga va choşqa go'shi yeyishga majburlavatganligini xabar qildi. Al-Jaziraning xabarida germaniyalik Uyg'urshunos Adrian Zenizning so'zi naql keltirilib, Sharqiy Turkistonda yezigilik taraqqiyotning dinsizlashtirishning bir qismiga aylanganligi, choşqa boqmachiligini ilgari surish va kengaytirish uchun aktiv tirishchilik ko'rsatayotganligini ta'kidlagan. Xabarda atalmış Uyg'ur Abdunum rayonining raisi Shuhrat Zakirning 2019-yil noyabr oyida Abdunum rayonini choşqa boqmachilik bazasiga aylantiramiz deganligi, lekin Uyg'urlarning buni turmush usulimizga xiloflik deb qarayotganligini ta'kidlagan. Xabardiyan aholisining 90%ni musulmonlar tashkil qilgan Qashqar Koni shahar noyisidagi 25 ming kvadrat metrlik bir o'ringa choşqa fermasi qurilganligi, fermada yiliga 40 ming choşqa beqildiganligi, ferma qurish kelishimining bu yil 23 aprel, ya'ni dal Ramazon oyining 1-kuni imzolanganligi bildirilgan. Xabarda ta'kidlanishicha, Adrian Zeniz bu qurilishni Sharqiy Turkiston Uyg'ur xalqining madaniyati va diniy e'tiqodini butunlay yo'qotishga urinish harakatining bir qismi degan. Uning bildirishicha, bu plan dindan xoli qilish strategiyasining bir parchasi bo'lib, Uyg'urlarni islom dinidan xoli qilish, ularni kommunist partiyaga agishishga yoki dinsiz bo'lishga yetaklashning bir qismi. Xitoy Kompartiyisining pensiya yeshini kechiktirganligi to'g'risidagi mish-mish paranglar bugun, ya'ni 7 dekabr oxiri aniq bo'ldi. İctimai Pella Akademiyasining mutaxassislari o'xshash qonunda belgilangan pensiya yeshini yo'l qo'yishni, ya'ni ayollarning pensiya yeshini o'xshashla 62 tangshashni o'tirib qo'ygan. Xitoy Kompartiyisining pensiya yeshini kechiktirish tadbirlari xalqning noroziligini qo'zg'agan. Kündilik iqtisod xabarlarining xabar qilishicha, 3 noyabr kuni Xitoy Kompartiyisi 14-5 yillik plan taklifida qonunliq pensiya yeshini tadrijiy kechiktirishni o'tirib qo'ygan. 6 dekabr kuni Xitoy Kompartiyasi mamlakatlik komitetining a'zosi, Xitoy İctimai Pella Akademiyasi, Dunyo ijtimoiy kapolat tadqiqot markazining mudiri Jing Bingwen islohotning plandagi 14-5 yillik plan mazgilida yo'l qo'yilganligini bayon qilgan. Hozirgi pensiya tuzumi bo'lsa 1950-yillarda e'lon qilingan bo'lib, erlar 60 yoshda, ayol kadrlar 55 yoshda, ayol ishchilar 50 yoshda pensiyaga chiqadi. Yer osti, egizlik, yuqori temperatura, og'ir jismoniy emgak, tok kapsharlash va salomatlik ziyonli ish turlari bilan shug'ullanuvchilar, shundaqla bu xizmat o'rinlarida belgilangan yillarni to'shtirgan ishchi xizmatchilar, erlar 55 yoshga to'shishi, ayollar 45 yoshga to'shishi shart qilinib pensiyaga chiqadi deb belgilangan. Yaqinda Xitoy Kompartiyasining pensiya yeshini kechiktirganligi to'g'risida mish-mish paranglar ko'p tarqalgan bo'lib, asosiy sababi kutinish pulining krizisiga duch kelishi hamda kelgusi bir necha yilda Xitoy hukumatining berolmasligi ehtimoli borligi bildirilgan. Xitoy sug'urta jamiyati 20 noyabr tarqatgan Yashanğanda kutinish fondining 3-to'riki to'g'risidagi tadqiqot doklatining mo'ljariga asosan, kelgusidagi 5 yildan 10 yilgacha Xitoyda yashanganlarning kutinish puli 8 trillion xalq pulidan 10 trillion xalq puligacha bo'ladi ekan. Bu farq bo'shliq vaqtining o'tishiga ergashib texmi zo'r kengaydi ekan. 6 dekabr kuni Amerika Davlat ishlari mahkamasi Xitoy Kompartiyasining atalmış madaniyat almashtirish bilan niqoblangan shakli o'zgartirilgan 5 programmani oxirlashtirdi. Bu 5 programmalar siyosiy tadbir tuzuvchilar Xitoy ma'rif sayohat programmasi, Amerika Xitoy do'stlik programmasi, Amerika Xitoy rahbarlarini almashtirish programmasi, Amerika Xitoy Tinch okeanidan halqagan almashtirish programmasi va Hong Kong ma'rif va madaniyat programmasidan iborat bo'lib, o'zaro ma'rif va madaniyat almashtirish qonunining 108-moddasini asos qilgan bo'lib, Amerika hukumat xizmatchilarining chet el hukumat mablag'ini sayohatga ishlatishga ruxsat qilgan. Garchi o'zaro ma'rif va madaniyat almashtirish qonunining himoyasida mablag' solingan boshqa programmalar o'zaro manfaat yetkazsa-mu, ammo bu 5 programmani Xitoy hukumati yumshoq kuch tashviq qilish quroli sifatida to'liq mablag' bilan ta'minlagan va boshqargan. Xitoy so'z va yig'ilish erkinligidan bahramon bo'lolmaydigan fuqarolarni ziyorat qilish fursati bilan ta'minlash emas, balki Xitoy amaldorlariga astoydillik bilan ziyorat fursatini planlab o'rinlashtirgan. Amerika Xitoy amaldorlari va Xitoy xalqi bilan o'zaro foyda manfaat yetkazish va adil bo'lgan madaniyat almashtirishni maqsad qilgan. Ammo bundaq taq yo'nalishlik plan har ikki tarafga manfaat yetkazmagan. Xitoy Amerika almashtirish ziyorat turi Xitoy Kompartiyasining ta'sirini Amerika siyosiy va savdo chemberiga shundaqla Amerika xalqiga eksport qilgan doim qo'llaniladigan usullarning biri deb qaralgan. Bu yil oktyabrda Amerika taratqullari haftalik kezdi 4 oy sarf qilib maxsus tekshirish dokladini tamomlagan. Mazkur dokladda Xitoy Kompartiyasi va uning atrofidagi tashkilotlar uzundan buyon Amerikada federativ, shiddat va yerliklar har xil shaklda Xitoyga foydali jamoat fikri muhiti barpo qilgan. Shirkat, universitet, aqlli ombiri, madaniyat guruhlari, yurtdoshlar savdo uyushmasi, Xitoy taratqullari, undidor, birlashishni ilgari surish uyushmasi va ijtimoiy tashkilotlar orasida keng tarqatilgan bo'lib,
Amerikada az deganda 600 xil tashkilotning Xitoy kompartiyasi bilan bo'lgan aloqani saqlab, Xitoyning yetakchilik qiladiganligi jazmlashtirilgan. Amerika hukumati Amerikadagi Xitoy kompartiyasi kontrolligidagi nurg'un axborot tashkilotlarini chet el tashkiloti qilib bekitgan. Ümit Awazining 6-dekabrdagi xabarda yaqinda Xitoy mutaxassisi Jang Jadun Fox xəwer kanalining ziyoratini qabul qilganda Xitoy kompartiyasi dunyodagi eng chong DNA sonliq ma'lumot ombiridan foydalanib, ma'lum millatlarga qaratilgan biologiyalik qurol yasashni planlaganligini bildirib ogohlantirish bergan. O so'zida Xitoy virusi Xitoydan kelgan eng oxirgi kasallik qo'zg'atquchi emas. Shunga biz Xitoy virusiga qaraganda tarqalish oson va ajallik bo'lgan keyingi kasallikdan andish qilishimiz kerak degan. Xitoy kompartiyasining keng ko'lamda DNA to'plashi allburun sirtqi dunyoning diqqatini qo'zg'agan. Xitoy soqchilarining ilgari oshkorlangan material uchurlariga qaraganda Xitoy kompartiyasi 2020-yildan burun DNA sonliq ma'lumot ombirining ko'lamini 100 millionga kengaytirishni planlagan. Ayni vaqtda Xitoyning DNA sonliq ma'lumot ombirida 54 million sonliq ma'lumot uchurlari bor ekan. 100 million xotir uchurining nishoniga yetish uchun har yili to'plagan material uchur xotirasi Amerikaning o'tgan 20 yilda qurgan davlat sonliq ma'lumot ombiri saviyasiga to'g'ri kelgan. Jang Jadun Xitoy kompartiyasining Amerika shirkatlarini DNA tadqiqot kelishim bilan setib olish, gen shirkatlarini DNA analizi va tadqiqot bilan ta'minlash va xakerlik qilish orqali Amerikaliklarni o'z ichiga olgan chet elliklarning DNA uchuriga erishadiganligini bayon qilgan. Stanford universitetining insonlar biologiyasini tadqiq qiladigan Nopos tadqiqot o'rnining raisi Sitvin o'tgan yili inglizchada bir to'rda maqola e'lon qilib, Xitoy kompartiyasi dunyoning har qaysi joylaridagi biologiyalik shirkatlar orqali odam gen ombirini kuchaytirib qurmoqda hamda buni qorallantirishi mumkin. Masalan, Xitoy Kommunistik partiyasi mablag' solgan Shinjin Huada gen texnik cheklik shirkati 2013-yili Amerika gen tartiblash shirkatini setib olib, Xitoy shirkatining nurg'unlagan shaxsiy gen uchurlarini o'z ichiga olgan DNA sonliq ma'lumot ombiriga erishgan ekan. Dokladda Shinjin gen texnik cheklik shirkatidan boshqa Xitoy kompartiyasiga munosabatli kam deganda 23 shirkat aniqlangan bo'lib, hozir bu shirkatlar Amerikada molekula diagnoz qo'yish yoki boshqa genlarni tekshirish, hatto butun gen tartibini o'z ichiga olgan ijozatnomaga erishgan. Xitoy kompartiyasi yuqori usullar orqali DNA to'plagandan boshqa Xitoy sirtidagi kishilardan sezgur uchurlarni to'plash bilan birga vaksina bilan ta'minlash orqali ta'sir doirasini kengaytmoqchi bo'lyapti. Xitoyning usuli bo'lsa, vaksinani berish orqali sinoqni tamomlash. Shunga vaksina qabul qilgan davlatlarning xalq orqali sinoqni davomli qilib berish. Agar sinoq qildirmasa, Xitoy vaksinasiga erishamaslik. Hozir Xitoyda virusning 3-bosqichlik kelinkilik sinoqqa kirgan 5 kandidat vaksinasi bor bo'lib, sinoqning oxirgi bosqichi Braziliya, Turkiya, Marrakesh va Arab Birlashma Xalifaligi qatorliq 16 davlat ep berilmoqda. Jang Jadunning bildirishicha, Xitoy dunyo biotexnik kasbiga rahbarlik qilishni umid qildiganligini hamda atalmish Xitoyda yasalgan 2025 planiga kirgizmoqchi ekanligini. Yana bir sababning texnik qabih razil bo'lib, Xitoy yana ba'zi viruslarni taraqqiy qildirish orqali hamma odamga emas, balki ma'lum millat yoki ma'lum qabila to'piq qaratmoqchi ekanligini bildirib, gen sonliq ma'lumotlari Xitoyning ma'lum bir turkum kishilarni nishonlaydigan biologiyalik qurollarni barliq keltirishiga sharoit hozirlab berganligini. Uningdan boshqa Xitoy chet elliklarning DNA ma'lumotini to'plash bilan bir vaqtda chet ellik tadqiqotchilarning Xitoyning DNA tadqiqotini cheklagan. Oxirida Jang Jadun Amerikani tezdan harakatga kelib, Xitoy kompartiyasining texnik ko'p amerikaliklarning DNA sonliq ma'lumotiga erishishining oldini olish kerakligini kuchli ta'kidlagan. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.